Hazrati insonlar, qadrli vatandosh, navbatdagi nurli manzillarimizdan biri judayam xushmanzara joy, so'lim joy. Navoiy shahridan Nurotaga qarab yurishda men qisqacha qanday kelish haqida aytib o'taman. Boshida Navoiy shahridan Nurota tumaniga qarab yurishda Hasan ota jome masjidi bor. O'sha yerdan o'ng qo'lga kiriladi. Bu Konimix tumaniga qarashli Sarmishsoy darasidamiz. Marhamat ko'rishlari mumkin. Juda ham bugun 27-mart. Endi tabiat yashillikka burkanyapti. Chamasi Navoiy shahridan 40-45 chaqirim masofada joylashgan Sarmishsoy darasi. Men hozir butun borlig'i bilan ko'rsatishga harakat qilaman. Va keyin qisqacha tarix haqida to'xtalib. Bu yerda qadimiy buloq suvlari bor. Chunki sizga ma'lumki, qadimda insonlar suv chiqarish texnologiyasini bilmaganligi uchun tabiiy buloqlar bor joyda foydalangan. Qayerda buloqlar bo'lsa, o'sha yerda foydalanishgan. Endi bu mana tepadan buloqdan oqib keladi suv. E'tiborli jihati shundaki, bu yerda qoyatosh bitiklari, 10 mingdan ziyod qoyatosh bitiklari mavjud. Bu eramizdan oldingi 7-ming yilliklarga borib taqaladi. Bu ilmiy tilda bronza davri deb ataladi. Bronza davri yodgorliklariga ko'rasiz. Albatta bu yerda tabiat qo'ynida dam olish uchun ham juda ham so'lim manzilgoh. Qolaversa, shu tarixda ota bobolarimiz yashab o'tgan joylar hisoblanadi. Yurtimiz jo'grafiyasi, yurtimiz tarixi, madaniyati, bronza davri insonlarni turmush tarzi, bu yerda ov jarayonlari yoki boshqa yurtdan kelgan mehmonlarni kutib olish jarayonlari shu bronza asboblarda toshga o'yib ishlov berish orqali yasalgan, ya'ni rasmga tushirilgan, ya'ni tasvirga tushirilgan va hozirgi kungacha butun holatda saqlanib kelgan. Mana e'tiborlaringga ko'rsataman. Ko'rib turganlaring. Bu yerda 10 mingdan ziyod